Onam bilmagandim ayni shu taom deb xo'jayinim choyxonadan qolishlarini. Onasi bugun choyxonam bor, choyxonada bugun shilpildoq ekan dedilar. Keling sizga o'zim 5 minutda tayyorlab beraman desam, yo'q, 5 minutda tayyor bo'lsa qolaman choyxonadan dedilar. Va men tayyorlashga tushib ketdim. Nozlanib xamir qilib yoygunimcha xo'jayinim to'shni choyxonaga ketib qoladi dedimda, tarinoni lavash xamirlarini olib mana shunaqa bo'laklarga bo'lib tashladim. Tavaga ozgina slobada yog'idan solib, bitta piyozni qovurishga tashladim. Piyoz o'rtacha qizarib olgandan keyin poyqadamni shunaqa tushonkalardan soldim. Halol va sifatli bo'lgan poyqadam tushonkalari mol go'shtidan tayyorlangan bo'lib, juda ham sifati zo'r. Qizargan piyozimiz bilan tushonkamizni birga aralashtirib, pasaytirib gazimizni seni timlab qo'ydim. Orada qaynatishga suv qo'yib qo'ygan edim, u ham qaynab chiqdi. Endi lavash xamirlarimizni shu suvda pishirib olamiz. Tuz solish ham esingizdan chiqmasin. Lavash xamirlarini suvga solamiz va bitta aylantirib olamiz, chunki juda ham yumshoq va mayin bo'lib chiqadi. Tayyor bo'lgan tushonkamizni shu xamirlarimizni ustidan qo'yamiz. Qarabsizki, shilpildoq tayyor. Ustiga pomidorlar bilan bezatdim. Xohishga ko'ra piyoz ham qo'ysanglar bo'ladi. Yoqimli ishtaha.